Azizlar, sizlarga navbatdagi dachamizni ko'rsatib o'tamiz. Bombasi dachani qisqasi, o'zinglar ham ko'rasizlar, xudo solsin chiqazasizlar. Lekin chabalarni qarang, zo'r, odam sovqatishni boshladi. Mana sovqatishni boshladi. Bu yerda ham bundan tomosha qilsa bo'ladi. Suv bo'ylarini tomosha qilib o'tirsa bo'ladi. Bu pastki dachalarni ham qarang endi. Hamma dacha o'zi shu yoqdan ko'rsa bo'lar ekan. Yaqqol ko'rinib turar ekan bu yerdan, tog'dan ham hamma sharoitlar olinar ekan. Bak zo'r joy ekan. Uda tog' tagida, qarang, suv oldiradi. Kursdoshda bo'ladimi, sinfdoshda bo'ladimi? Qancha katta joy qilinsa bo'laveradi. To'g'ri 5 basseyn bo'ladi. Ishlab turibdi hozir bunaqasi. Qiziqdi. Dishovoy, nimasi ham bor ekan, dishovoy. Televizor bor. Ishlab turibdi. Skinaga mana endi 6 kishi bir yoqda tursa, mana televizor ko'radigan uchun bu mana 8 kishilik o'rindiqni qo'ygan. O'tirishga. Hamma sharoit bor ekan. Hech narsadan problem yo'q ekan bu yerda. Hamma narsalar masjidda bor. Sharoitlar ichida ekanda buni ham. Joy namozgacha bor. Mana bu 2 kishilik o'rindiq qilingan bu yerda. Yo'q. Salga siqilib ham qolmaydi mana qarang. Kengina qilishgan. Tushidan oladigan joydan havosini ham qarang, top-toza, tog'ni tayyorlaydi. Ofsi joyi bor. Qanday? Hammasi o'zi ana zaryad juda katta ekanda. Mana bu chekka yig'ishtirib turib qolaveradi. Azizlar, sizlarga navbatdagi dachamizni ko'rsatib o'tamiz. Bombasi dachani qisqasi, o'zinglar ham ko'rasizlar, xudo solsin chiqazasizlar. Sizlarda ham shunaqa dacha bo'lmoqchi bo'lsa, reklama qilmoqchi bo'lsangiz, sotmoqchi bo'lsanglar, hamisha bizga tagida telefon raqamlarimiz bo'ladi, murojaat qilishinglar mumkin. Sizlarga navbatdagi dachamizni ham hamma sharoitlarni ko'rsatib o'tamiz. Bizga ham yoqdi, sizlarga ham yoqadi degan umiddamiz. Necha metr bu bunaqa uzunligi? 10 ga 5 mi? Ha, to'g'ri aytaman, 10 ga 5 ekan. 170 ha? Endi qorong'i tushib ketmasdan bu yoqda ham shuni ko'rsatib olaylik. Mana chiroqlarni olib turar ekan uni. Mana diski varianti ham bu yoqda bor ekan. Soch va soqol chiqarmoqchi bo'lgan akalarimizga maxsus minaksillarimiz bor. Undan tashqari derma roller, massajyor apparatlarimiz, 2 barobar tezlashtirilgan apparatlarimiz, qorinni yo'qotib bilak chiqarmoqchi bo'lganlarga biz komplektlarimiz bor. Oq dog'larga pigment tabletka pigment mazlarimiz va yuzdagi dog'larni yo'qotib yashirib turuvchi flomasterlarimiz bor. Psoriaz kasalliklarimizga bor. 1 oyda ichida 5 kilodan 10 kilogramgacha semiradigan tabiiy jenshindan tayyorlangan maxsus kapsulalarimiz bor. Jenshinlarimiz bor. 1 oy ichida 10 kilodan 15 kilogacha semirtiradigan. Ularga chizgi tomonlama akalarimiz shikoyatlari bor, akalarimizga maxsus dorilarimiz bor. Undan tashqari mayka erkak va ayollarimiz qorinni yo'qotib, faqat qomatini chiroyli qilib saqlab turadigan maykalarimiz bor. Sulahovoy apparatlarimiz, ozmoqchi bo'lgan erkak va ayollarimiz ozmoqchi bo'lgan fatzor va volshebniy boba ozuruvchi kapsulalarimiz bor. Alxadaya, har qanday kasalligiga davo bo'luvchi alxadaya va cho'rni timinlarimiz bor. Eng zo'r va eng sifatli mahsulotlarimiz faqat Sof Savdo internet magazinida. Rossiya va O'zbekiston bo'ylab 24 soat ichida yetkazib, dastavkalarimiz besplatni. Sof Savdo internet magazinida doimo xizmatingiz. Buni ko'p bo'lmasa kerak ekan. Bu yerni ko'rsatib ketaylik, mana bunga qarab. Bu yerda suv bo'yi bor-da. Mana bu yerda ham bo'ladi. Maşallah. Endi bu yoq ham qorong'i bo'lib qoldi. Mana ko'rinyapti. Ko'rinyaptimi, yaxshimi? Tog'lar poli ko'rinyapti. Tog'lar ketaveradi. Lekin chabalarni qarang, zo'r, odam sovqatishni boshladi. Mana sovqatishni boshladi. Bu yerda mana 4-8 kishi bo'lsa, 10 kishi ham turaveradi. Bu yerda. Sharoit. Bu yerda ham bundan tomosha qilsa bo'ladi. Suv bo'ylarini tomosha qilib o'tirsa bo'ladi. Bu pastki dachalarni ham qarang endi. Hamma dacha o'zi shu yoqdan ko'rsa bo'lar ekan. Past tomon bemalol qarang. Ko'rinishi. Mana qarang. Pastdagi. Endi bu qanaqa ko'rinadi bilmayman. Yaqqol ko'rinib turar ekan bu yerdan, tog'dan ham hamma sharoitlar olinar ekan. Bak zo'r joy ekan. Uda tog' tagida, qarang, suv oldiradi. Dizaynlar zo'r qo'yilgan ekan-da. Bu yoqdan hamma qulaylar tog'i yaqqol yonida. Daraxtlarni ham o'zi fikr bilan yutib qo'ygan ekan-da, hamma.
Shashlik qo'ralarni qarang. Shashlik qo'ralar bor. Tayyorda. Bu sanuzul. Oshxona endi o'zimiz qiladi. Ko'rsatsangiz bo'ladi. Tashqi qildik. Ko'cha. Dushovoy kabinasi. Bu ham cho'tkalar qo'yilgan. Netmis. Ular endi o'zlari ham ko'rib turibdi. Bu tashqi ko'hnasi, okey? Tashqi ko'hnasi bu yo'li. Bu yer bor. Mana ikkita odam bor. Xolodilnik bor. Xolodilnik ham ko'rib turibdi. Bu yo'li mana. Qarang. Kursdoshda bo'ladimi, sinfdoshda bo'ladimi? Qancha katta joy qilinsa bo'laveradi. Hali bir to'y odamni sig'averar ekan-da, tashqi. Endi ichkarilarni ham tanishtirib o'taman, ko'rsatib. Qanaqa qulaylik variantlarni o'zlari ko'rishadi. Basseynni mana ko'rishdi. Kech bo'lganiga qarab ham yetkazyapmiz. Variantlar bor. Sizlarga mana katta zallarimiz ham bor. Tanishtirib o'tiraman, birinchi marta xonasini ko'rsatib o'taylik. Xonasini ko'pchilik qiziqadi, saunasi bormi, basseyni bormi, mana. To'liq 5 basseyn bor ekan. Biroq bu chuqurligida. Bu yo'lda mana qarang. Katta qo'yilgan, shunaqasi yo'q. Bu yo'lda mana saunasi, lekin hozir yoqib qo'ygan sizga. Mana qarang. Ishlab turibdi hozir bunaqasi. Qiziqdi odam. Ko'rdingiz-a? Katta. 4 5 hammani o'tiraveradi bu yo'lda. Mana qarang, saroy. Shunga ham aralashtirishni tayyorlaydi. O'zimdan tayyor. Yo'q, sanadi. Mana testingiz ham bo'ladi. Ko'rsating. Dishovoy kabinasi ham bor ekan-da, dishovoy. Naqadar chiqqandan keyin kamerani hozir kirib ketayotgandan. Bu zal, katta zalda televizor bor. Kanalda har xil holatda odam olish televizor bor. Ishlab turibdi. Endi mana endi 6 kishi bir yo'lda tursa, mana televizor ko'rib o'tirishni bu mana 8 kishilik o'rindiq qo'ygan. Yani bu yo'lda mana ko'hna kirganda chap tarafimizda ko'hna. Bu yo'lda ham mana qarang. Ikki kishi bo'lsa ham 6 kishilik joy bor, bu yo'lda bor. Ayol o'tirmoqchi bo'lsa ham, erkaklar yo'lda o'tirsa, ayol bu yo'lda o'tiradi. Xolodilligimiz bor. Bor, ishlayapti. Buni mana ikkisi bor. Idishlar ham o'sha xizmatdan qo'yib qo'yilgan. O'zlariga boshqa bo'lishi. Mana ikkisi bor. Hamma sharoit bor ekan. Hech narsadan problem yo'q ekan bu yerda. Narxni ham o'zlarining telefon raqamlari bo'ladi, shaxsiy gaplashib olishaveradi. Xolodilnik bor. Hamma bunaqa qo'yish kerak, mana yozmasi. Hozir bu yerda mana o'tirishadi. Remontni ham ideya bilan qilishgan ekan. Abang tarafta 10 tarafimizda mana. Bu Ispaniya. Sanuzul bor, mana Dushovoy. Bu yerda ko'rsatsangiz bo'ladi, buni ham. Shu Ispaniyaning ichida ekan-da bu. Mana uni ko'rsatib chiqsangiz bo'ladi. Bu yo'q mana Ispaniya. Hamma narsalar mana shu yerda bor. Sharoitlar ichida ekan-da buni ham. Joy namozgacha bor. Shkaflargacha bor. Mana bu qulayliklar kelib bo'lsa bor. Yo'q, ichida. Endi mana detskiy. Mana ko'rsatadi. Mana kishilik o'rindiq qilingan bu yerda. Yo'q. Sarga siqilgan qolmaydi mana qarang. Kengina o'shanga shkaflar bor, keng o'shga. Safar holatda bor bu yerda. Remont ham, ham nazarga. Ochgan ham emas,
Tushidan oladigan joydan qog'ozni ham qarang top-toza, qog'oz tagidek qo'ying. Yurib yodimni ko'rsataman. Bu yoq mana eng katta spannerimiz, kattalarga divan kattadan qo'yilgan. Kattalar ham bemalol bo'ladi. Bu yoqda oltita joyimiz bor. Qaranglar, hammasi o'zi mediumga qo'yilibdi. Yo, yuksak avtomat devorlar. Eshiklar ham shu, shkaflar ham bor. Kiyimlarni qo'yib, dushlar bor. Bu endi qani daryo juda katta ekan-da. Mana bir chekkaga yig'ishtirib qo'yib chiqsa. Kalonni qo'lga ko'rsatsa o'ziga. Ben çıksam nasıl ko'rsatdi, hamma yoqni ko'rsatdi, o'zlari ham ko'rishadi, xohlasa, xulosani o'zlari chiqarib, o'zlarining shaxsiy telefon raqamlari bo'ladi tagida. O'ziga telefon gaplashsa bo'ladi, Skype bo'lish, variantlarni o'ziga gaplasha olasiz. Bizda ham shaxsiy nomerlarimiz bo'ladi shu tagida. Telefon qilib sotilmoqchi bo'lsa yoki o'sha qo'ymoqchi bo'lsangiz, telefon qilsangiz o'zimiz dastganlik bilan olib ketamiz. İçkaridan chiqqanlar ya'ni basseynlarni holat o'zlari ham o'chadi, chiqish sharoitida endi tashqi ko'rsatasiz. Yo'lda pantalar ham ishlab turadi. Faqat telefonga pantalarni juda haydab turar ekan sizlarga. Nima kerakli fonni haydab turar ekan. Hammasi ishlab turar ekan. Pantani xohlasa pantani yo'qolsa ham bo'laveradi.